Toshkent-Andijon yo'nalishidagi poyezdlar qatnovi bugun bekor qilindi. O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyatining ma'lum qilishicha 30-mart kuni quyidagi yo'nalishdagi yo'lovchi poyezdlari qatnovi bekor qilingan. 733-sonli Andijon-Toshkent, 730, 729-sonli Toshkent-Andijon-Toshkent, 92-sonli Toshkent-Andijon hamda 94-sonli Toshkent-Andijon poyezdlari. Shu bilan birga ayrim yo'nalishlardagi poyezdlar harakati quyidagi tartibda amalga oshiriladi. 2026-yilning 30 va 31 mart kunlari 125-126 sonli Andijon-Xiva poyezdi Toshkent Janubiy bekatidan Xiva bekatigacha amaldagi jadval asosida harakatlanadi. 2026-yilning 30 mart, ya'ni bugun 129-130 sonli Andijon-Termiz poyezdi Toshkent Janubiy bekatidan Termiz bekatigacha amaldagi jadval asosida harakatlanadi. Shu bilan birga xarid qilingan temir yo'l chiptalari uchun to'langan mablag'lar yo'lovchilarga to'liq qaytarib berilishi ma'lum qilingan. Anhoruzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.